Sotgan mashinamni naqdga sotib, yana qayta nasiyaga sotib olsam bo'ladimi? Xo'p. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Bir inson boshqa odamga naqdga sotgan bo'lsa va uni keyinchalik o'zi sotib olishi mumkin. Lekin buni shartlashib, kelishib qilib bo'lmaydi. Sotaman sizga shuni. Faqat shunisi borki, o'zimga sotasiz, boshqaga sotmaysiz. O'zim nasiyaga olaman deb turib, shuni baraka qilayotgan vaqtda kelishib turib shunaqa qiladigan bo'lsa, bu joiz emas. Chunki shart bilan qilingan, o'zini foydasiga qilingan, shart bilan qilingan savdo bo'lib qoladi. Bu fosid bay deyiladi, noto'g'ri savdo hisoblanadi. Lekin bunaqa shart qo'yilmagan, sotgandan keyin, aka endi iltimos o'zimga soting buni nasiyaga desa, u nariga odam bu mashinani nima bo'lgan taqdirda ham olib, qo'liga olib o'ziniki bo'lgandan keyin, o'ziga hamma yo'q o'tgandan keyin borib endi menga soting desa, nasiyaga xo'p deb sotib olsa, u ikkinchi alohida bir-biriga bog'lanmagan kelishuv bo'lsa, bunda joiz bo'ladi. Lekin mana shu narsani kimdir odatlantirib olib, doim bilib turib qilsa ham, bu ham yaxshi emas misol uchun. Oldindan kelishgandek gap bo'lib qoladi bu. Lekin kelishilmasdan qilinyapti va ikkinchi taraf sotgandan keyin iltimos bilanmi yo boshqa bir o'zi taklif bilan chiqyaptiki, o'zimga nasiyaga soting. Shuni va boshqaga sotar ekansiz, o'zimga nasiyaga sotsangiz, men bo'lib to'layveraman. O'zim mashinamida, o'zimga qulaydi bu desa, u joiz bo'ladi. Allohu a'lam.